Bismillahirrohmanirrohim. 27-darsimizni boshlaymiz. Odatdagiday birinchi mufradatlar bilan, so'zlar bilan tanishib chiqamiz. Ma'anil kalimati so'zlarning ma'nolari. Yadun yumna. Yad degani bilasizlar, qo'l degani, to'g'rimi? Shu yumna degani o'ng degani. Yadun o'ng qo'l. Yadun yusra. Chap qo'l. Shafatun ulya. Yuqorgi lab, yuqoridagi lab. Shafatun sufla, pastki lab. Qadamun, ya'ni qadam, odamni oyog'ini pastdagi qadamlar bor, o'sha qadam deyiladi. Aqdamun, qadamlar. Xo'p. Sinnun, tish degani, asnanun degan tishlar degani. Rijlun, oyoq, arjulun, oyoqlar. Lihyatun, soqol, liha, soqollar. Rohatun, ya'ni qo'lning ichki tarafi roha deyiladi. Xo'p, kaft, ka'bun, o'sha to'piq, oyoqda to'piqi. Ki'abun, oyoqda to'piqlari. Mirfaqun, tirsak. Marafiqu, tirsaklar. Mirfaqun, tirsak, marafiqu, tirsaklar. Rukbatun, tirza, rukabun, tizzalar. Kullu ahadin, har bir kishi. Ma qara'a, ya'ni o'qimadi. Ma, ya'ni qara'a degani o'qiydi degani, ma bu inkoriy, ya'ni o'qimadi deydi degani. Ma fahima ahadun, hech kim tushunmadi. Yoki biror kishi anglamadi. Ma jaa ahadun, hech kim kelmadi, biror kishi kelmadi. Xo'p. Rijlun yumna, o'ng oyoq. Rijlun yusra, chap oyoq. Jafnun a'la, ya'ni qovoq, yuqorgi qovoq. Jafnun asfal, pastki qovoq. La ta'kul bi yadika al-yusra, chap qo'ling bilan yemagin. Kul bi yadika al-yumna, o'ng qo'ling bilan ye. Li kulli yadin mirfaqun, har bir qo'lda tirsak bor. Va li kulli rijlin rukbatun, har bir oyoqda to'piq bor. Bilasizlar, to'piq nima? Uzr. Rukbatun, ya'ni anaqa bor, tizza bor. Ya'ni yuqoridagi tizza. Har bir oyoqda tirza bor. La tuharrik rijlaka vaqt ad-darsi, dars vaqtida oyoqlaringni qimillatma. Va la taltafit yaminan va shimalan, o'ngga va chapga qayrilma, qarama. Lihyatu abi tawilatun, ya'ni dadamning soqollari uzundir. Kullukum mujtahiduna, har birlaring, hammalaring mujtahid sizlar. Hal qara'ta darsaka al-yawma, bugun darsingni o'qidingmi? La, yo'q. Ma qara'tuhu, ma o'qimadim. Hal fahimtumud darsa ayyuha at-talamizatu, darsni tushundilaringmi ey o'quvchilar? Na'am, ha, fahimnahu jayyidan, yaxshi tushundik. Hal hafiztumud darsa, darsni yodladilaringmi? La, yo'q. Ma hafiznahu, yodlamadik. Lima ma hafiztum, nima uchun yodlamadilaring? Hal fahimtumud darsa kullukum, ya'ni darsni hammalaring tushundilaringmi? Na'am, fahimnahu kulluna, ha, hammamiz tushundik. Hal katabta al-yawma ila abika maktuban, yoki hal arsalta ila abika ar-risala deyiladi. Hal katabta al-yawma ila abika maktuban, ya'ni dadangga bugun maktub yozdingmi? La, yo'q. Ma katabtu, yozmadim. Fahima ad-dars al-yawma ba'duna, ba'zimiz bugun darsni tushundik. Va ma fahima ba'duna, va ba'zimiz tushunmadik. Li kulli kaffin rahatun, har bir kafda, har bir qo'lda kaf bordir. Har bir kafda, ya'ni subhanalloh, har bir qo'lda kaf bordir desa to'g'ri bo'ladi. Har bir kafda roha bordir. Roha aytganimizdek, shu kafni ichidagi qizil, o'ng ich tarafi roha deyiladi. Igsil yadaka ila al-mirfaqi, qo'lingni tirsagingacha yuv. Ghasaltu rijli ila al-ka'bi, ya'ni oyoqlarimni to'pig'igacha yuvdim. To'piq bilasizlar, yana bu oyoqda pastki qismdan ikki yondan chiqib turadigan
suyakka ka'b deyiladi arab tilida. Bu to'piq o'zbek tilida. Xo'p, 27-mashq. Ustkilab shafatun ulya, shafatun ulya. Ostkilab shafatus sufla, shafatun sufla. Xo'p, o'ng oyoq rijlun yumna, chap oyoq rijlun yusra. Soqol lihyatun, mo'ylov sharibun, tizza rukbatun, tirsak mirfaqun. Bugun Faridga xat yozdingmi? Hal katabta ar-risala hal katabta ar-risala ila Farid yoki hal katabta al-maktub ila Farid? Ha, yozdim. Na'am katabtu. Darsingni yodladingmi? Hal hafizta darsaka? Hafizta darsaka? Yo'q, yodlamadim. La ma hafiztu. Bozorga bordingmi? Hal zahabta ila as-suqi? Yo'q, bormadim. La ma zahabtu. Darsingni o'qidingmi? Hal qara'ta darsaka? O'qituvchi keldimi? Hal jaa al-mudarrisu? O'qituvchi keldimi? Hal jaa al-mudarrisu? Yo'q, kelmadi. La ma jaa. Darsni barchangiz yodladingizmi? Hal hafiztumud darsa? Hal hafiz darsni barchangiz yodladingizmi? Hal hafiztumud darsa? Ya'ni arab tilida nima? Hal hafiztumud darsa? Barchamiz angladik. Fahimnahu, ya'ni barchamiz fahimnahu angladik, ya'ni yoki kulluna fahimnahu bo'ladi. Kulluna fahimnahu yoki fahimnahu desa ham to'g'ri bo'ladi.